Hozirdan bu videoga bitta like bosib qo'yinglar, chunki sizlarga hozir O'zbekistonda raqobatchisi yo'q, konkurenti yo'q bitta skuter ko'rsataman. E'tiborlar markazida Armada Motors'dan Li9 skuteri bitta to'liq zaryadkada 100 km masofani bemalol bosib o'tadi. Maksimal tezligi xo'p 25, tabloda ko'rsatish 25. Eng asosiysi bunga prava va davlat raqami umuman shart emas. Gaylar to'xtatib sizlarni boshinglarni umuman og'ritmaydi akalar. Hamma sapchasi bor, ancha-munchaga buzilmaydi. Kerak bo'lsa suvda ham ishlaydi. Hamma testlardan o'tgan. Motor miyasiga 1 yil garantiya beramiz. 6 ta 20 amperli akkumulyator joylashgan bo'ladi. Mana setkasini ham ko'rsanglar bo'ladi akalar. Bitta odamni bemalol ko'taradi. Amortizator joylarini ko'ringlar. Juda ham yumshoq. Mana juda ham yengil. Xo'p, 6 ta 20 amperli akkumulyator joylashgan bo'ladi. Biz kilometriga 100% garantiya beramiz 100 km yurishiga. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxini $480 dan olib ketsanglar bo'ladi. Armada Motors barcha do'konlarda mavjud. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Bo'lib to'lashga olmoqchi bo'lsanglar, Telegramga o'tsanglar, to'liq ma'lumotni ular yozib qo'yganmiz. Bo'lib to'lashga ham uzumdan agar limitingiz bo'lsa, Liboy skuterni olib kelsanglar bo'ladi. Bundan tashqari zapchastlar ham bor do'konimizda. Bu yoqda skuterlarning har xil assortimentlarini topsanglar bo'ladi akalar. $250 dan bu yog'i $1100 gacha skuterlarimiz mavjud. Mana sizlarga budjetini ortidagi skuterni so'rasanglar, mana shuni tavsiya qila olaman, chunki puliga 100% arziydi akalar skuter. Javob puliga $480 dan olib ketsanglar bo'ladi. Videoga like bosib, profilimizga obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Li9